To'yda videochi bo'lsang nimalar bo'ladi? Aka, qo'l yuvadigan joy qayerda? Aka, siz videochisiz-ku, baribir ovqat yemasangiz qo'l yuvib nima qilasiz? Videochilik shunaqa qiyin kasbki, artistlarni dasturxonga taklif qilsa ham bu bechoralarni hech kim taklif qilmaydi. Eng yomoni bularni kasal bo'lishga ham haqqi yo'q. Ayniqsa yo'tal bo'lishga. Yo'tal videochining dushmanidir. Endigina oyoqqadan beri bir piyola suv ichib olaman desa, to'y boshi kelib, "Ana biz tuzgan dasturxonlarni ham videoga oling, chiqib qolsa, esdalik bo'lib qoladi" deyshadi. Endi kadrni boshlashga. Kimsan sen? Mobilografman. Baralaqni o'yna. Xalaqt berasan. Shu 1-2 yilda ichida videochilarga xalaqit bergan mobilograflar paydo bo'lgan. Oldinlari hovlilarda to'y bo'lardi, hozir chiroyli, yorug', shunaqangi to'yxonalarda to'y bo'lyapti. Sahnalari ham chiroyli, dekoratsiyalari ham o'zi bilan ekan. Ayniqsa lazer shoularga vobshe videoga chiroyli chiqadi. To'ylari ham arzon o'tadi ekan. Eng asosiysi to'yni mana shunaqa chiroyli joylarda qilganga yetmaydi. Esdalik bo'lib qoladi. Bilib bilmasdan xudo xolalarni videoga olib qo'ysang, sekin sani haydab ham borishadi. Video chiqarib yurish, xonalar so'zga chiqdi-yu. Bo'l, mana batareyka almashtir, hop. Xudo xolalarni videoga olib bo'lishingga qotib qolgan bratlar kelib, meni ham videoga olasan deb turib olishadi. Sen ham operatorsan, to'g'rimi? Hech kim seni baxtingni, unga qarab kurashgan baxtini sen tuya olmaysan. Sen oddiy operatorsan. Hech qayerga bormagansan. Ha nima ham deymiz, bratlar qotib qolgan nima deb turganini o'zi ham bilmaydi deb boshqa joyda videoga olib tursang aytda ham. Aka, biz ovqatlanib turganimiz olmang, boring o'yinga tushib turganlarni oling. O'zing yemaganingga yarasha yosh bolalardan gap ham eshitib olasan. Nima qilishini bilmasdan bir nima qilib to'yni tugatishingga. Aka, kuyovni uyga siz olib ketasizmi videochini? Yog'i, men qizlar olib ketaman. Siz boring, Matiz-patizga chiqib oling. Videochilarga ham oson emas. Shuncha jabr sitamga chidab shu kasbni qilib yurganiga rahmat aytish kerak. Keyingi videolarda qaysi kasblarni olib chiqaylik, kommentariyada kutib qolaman. Pak.